Toshkentda yerlar narx ko'tarilib ketgandan keyin uylarning ob'yomi ham kichkinlashib ketib qoldi. Shundan keyin odamlar podvoldan ham to'g'ri foydalanishni boshladi. O'zi podvoldan qanaqa foydalanadi? Shu sizga qiziqmi? Profiliga обязательно obuna bo'lib qo'ying, chunki juda ham ko'p foydali ma'lumotlar berib boramiz. Ko'pchilik podvalni beton quydim va shu bilan ishim bitdi deb o'ylaydi, lekin aslida unaqa emas. Betonni to'g'ridan to'g'ri quyib qo'ysangiz, unga zax o'tib, xuddi shunaqa yomon holatga kelib qolishi mumkin. Uni qanaqa to'g'ri izolyatsiya qilish kerak? Akalar, betonga to'g'ridan to'g'ri birinchi chaqish yopishtiriladi. Chaqishdan keyin xuddi shunaqa penoplastni eng kamida 10 sm yopishtirib, undan keyin turpoq qo'yiladi. Xo'p, unda nima yutiladi? Eng asosiysi turpoqdan kelayotgan zaxni penoplast ushlab qoladi. Podvolingiz issiq holatda yoki sovuq holatda ushlanadi. Bitta kichkina muammochi bo'ladi, xonani yaxshi sirkulyatsiya qilish kerak bo'ladi. Aka, sizning podvolingiz qanaqa tartibda qurilgan? Xuddi shu haqida kommentariyada fikringizni qoldiring. Agarda penoplast qo'yganingizda siz qilgan xatolar bo'lmasa, biz shu haqida yozib bersangiz xursand bo'lamiz. Eng asosiysi sizni issiq sovuqni o'ylayotganida yomon gumonda bo'lmang. Videoga bitta like bosing, eng yaqin do'stga tashlab qo'yasiz. Assalomu alaykum.